Assalomu alaykum do'stlar kanalini obunachilari. Bugungi sotiladigan uyimiz Toshkent viloyati Qo'chqor tumani Ko'ksaroy MFI Xursonobod ko'chasi 38-uy. Mana uyni ko'ryapsizlar qanchalik kattaligini. Bu uyimiz 25,5 sotik. Nariyada ko'k darvozadan chegara, nariyadagi zanglagan darvozagacha. Mana uyni obzorini ko'ramiz. Mana ko'chalar asfaltga tushgan. Xudo xohlasa o'pin budjetda yetgan akalarimiz, xudo xohlasa asfalt bo'ladi. Uyimiz juda ham katta. Bemalol KAMAZ, ZIL katta mashinalar bemalol kiradi. Hovlilarni ko'ryapsizlar. Mana juda chiroyli ko'rinadi. Mana ikki tomonlama lestnitsa qilingan ekan. Mana yerda tapchanlar bor. Mana lestnitsa. Tak, mana zal ta'mi. Mana ko'ryapsizlar. Отопление qilingan, hammasi joyida. Svetlarning hammasi yonadi. Mana juda chiroyli. Hammalaringizga mana shunaqa xonadondan olish nasib qilsin. Mana отопленияlar o'tgan, hammasi issiq. Uy sostenasi yaxshi, moshni. Tak. Endi bu yoq obzorini ko'ramiz. Eshiklar qalin eshiklardan mana ko'ryapsizlar. Tak, yuribdi. Mana pardalar, hamma narsasi bor. Mana boyaga aytgandek отоплениялар o'tgan, stollar. Bu narsalarning hammasini narxiga kelishsak qolamiz deyapti akamiz. Mana stollarni uy remontdan bo'lgan, moshina sostoяние ideal. Bu yer spalniy bo'lgan ekan. Mana bu yer spalniy bo'lgan ekan. Mana ko'ryapsizlar. Monetka seyf ham qo'yib qo'ygan ekan akamiz. Mana boyagi joydan chegara. Pardalarni ko'ryapsizlar hammasi. Narxga kelsa hamma narsani tashlab ketamiz deyapti. Uy egasi uyini sotayotgani sabab Qozog'istonga ko'chib ketyapti. Tak. Tak. Mana juda chiroyli. Ikki tomonlama lestnitsa qilingan. Mana podvalni ko'ramiz. Bu podval. Mana yer sveti. Tak, bu yer sveti. Bilan bu yerning svetini mana. Podvalni ko'ryapsizlar. Hammasi izolyatsiya qilingan. Podval ham katta, 2 metrmi, shunaqa, undan ham kattaroqmi. Tak, endi banya. Mana pechkalar qo'yilgan, mana banyasi. Mana tosh nima qilingan. Bemalol kelib akamiz o'zi bilan gaplashib, o'zlari soddalashaverasizlar. Agaba qo'yilgan mana. Tak. Tak, mana bu yer garaj. Ikkita mashina sig'adi.
ko'ryapsizlar. Bu yeri ham mana bu yerga taxta qo'yib yopib qo'ygan. Mana bu yer ham issiq. Mana bu yerda pechkasi bor. Sostenam mashina bemalol 3-4 ta semya kiyib yashasa bo'ladi. Narxini kelishtirib beramiz deyapti akamiz. Mana огород ko'ryapsizlar, juda ham katta. Shinam 25,5 sotikka arziydi, yaxshi. Mana oshxona. Oshxonadagi narsalarni ham puliga kelsa qoladi deyapti. Gaz, svet bu yerda hamma uzilish yo'q. Normalniy. Mana kran suvlar kelgan. Mana ko'ryapsizlar. Narxini akamiz 60 ming so'rayapti. Yog'ini o'zlariz pastdagi raqamlar bilan kelishasizlar. Tandir o'chog'i mana bu yoqda boyagi joy ko'rsatgan orqadan mol kiradigan joyi. Bu yerda ikkita molxona bor, bitta emas. Mana bu yerga pichen nima qilasizlar, qarshi. Pichen tiqadigan joyi. Tak mana oralari iti bor ekan, naryoqda teshik kerak. Tak. Bu yer shu dara, bu narsa solib qo'yadigan ham bor ekan. Hari bor ekan, mana yerda hozir o'tib. Mana skladda bu yer. Endi chiqmasak. Sostenam mashina. Mana bu yerda ham. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerda oqova suv, bu yerda ariqda suv tinmaydi. Mana yerda it yotibdi, mana. Огород xos ko'rsatamiz mana sizlarga. Mana yerda qo'y qo'rasizlar. Mana tovuqxona. Mana огород ko'ryapsizlar, juda ham katta. Mana bu ikki tomonlama lestnitsa qilingan, mana podvali. Mana podvalni sostenasini ko'ryapsizlar. Polniy uyimiz polniy pol. Betoni unaqa emas. Tabiat sveti. Ko'ryapsizlar, hozir mana bemalol narsalarni saqlayverasizlar. Juda ham katta, shinam. Mana bu yerda tapchani bor ekan. Tabii bu yoqdan boshlaymiz. Mana bu yerda to'g'raydi, mana bu yer. Zal mana. Mana sostenni ko'ryapsizlar. 4 ta semya kiyib smela yashasanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilib egasini o'zi bilan
bog'lanasizlar. Mana uyimiz. Pechkalar bor, mana. Parvoy ham o'tgan, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda pechka ham bor. Tak, mana bu yoqda ham joy bor ekan, uni hozir ko'rsatamiz. Mana ichkaridagi xona. Bu yerda tagida podval bor. Polni taglari pol. Mana bu yerimiz zal. Mana uzunligi 8 metr. Stol qolgan narsalari narxin kelsa qolamiz dedi. Mana bu yerda mana paravoylar bor, отоплениялар o'tgan hamma joyda. Uyimiz juda ham katta. 25,5 sotik. Mana bu yerda ham xonasi. Tashqarini ko'ramiz. Tak, boyaga aytgan joyga ko'rsataman hozir. Mana bu yerda o'rik daraxti. Bu mevaga kirgan aprikos o'rik. Tak, bu yerda agri bor. Shu mana ko'ryapsizlar. Nariyadagi boya orqadan kiradigan eshik. Hamma ham hozir ko'rsatamiz. Mana motorlari bor, o'zi suv chiqadigan. Mana qozonlari ham bor. Jem qaynatadigan. Mana uyning ko'rinishi. Kun bo'lib turganga sal ko'rinmay turibdi. Atak moshni. Mana ichkaridagi molxona ekan. Mana ko'ryapsizlar, hammasini tagini g'isht terib, o'zlari qilgan, beton quyib, stяжка quygan. Mana ichkarida ham agri bor. Mana bu nariyadagi xonaniki, boyagi ikkita xonaniki. Sostoяние мощный. Mana o'zi zimnik, mana ichkari. Qishga. Narxini 60 ming deyapti, narxiga arziydi degani o'zlari telefon gaplashasizlar. Mana bu yerda qo'y qorasi kichkina. Mana bu yerda puxa boqsangizlar bo'ladi. Mana sistemasi. Mana bu yoqda. Takon 380 volt ishlaydigan motor. Makayni maydalab beradigan. Ino naryoqdagi boyaga yerdagi darvozadan yerdagi shu yerdagi chegaradan mana polni boradigan setka qilib. Nagorod ko'ramiz. Boyaga aytgandek, mana bu yerda ariqda oqova suv. Ikki yoqdan suv keladi. Birinchisi naryoqdan keladi, naryoqdan. Ikkinchisi mana yerda kollektor bor, shu yerdan keladi. Mana to'let akamizga qaraydi. Mana bu yerdan chegara o'tgan, mana. Ko'ryapsizlar, katta.
Manzilimiz Toshkent viloyati Xo'jayli tumani Ko'ksaroy Mafiy Husanobod ko'chasi 36-uy. Mana ko'ryapsizlar, kartoshka ekib qo'ygan ekan. Akamiz juda ham katta. Огород. Mana 25,5 sotik. Bemalol o'zlaringiz telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yliqqacha 45 kilometr. Food Citygacha 40 kilometr. Yangiyo'l dehqon bozorigacha 25 kilometr. 20-25 kilometr. Oqqo'rg'on bozorigacha 15 kilometr. Kanalga podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab ketishni unutmang. Chiroyli kommentlar yozib. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Uy obzori shu bilan bitti.